tajribali sotuvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Biza korxonamizga futbolka zakaz qildirdik, o'zimizning logotipimizni. Mana orqaga logotipni chizib berdik, qanaqa bo'lishi kerakligini, lekin oldiga ko'kragiga logotip etish esimizdan chiqib qopti. Shu sotuvchi tajribasiz ekan. Mana bu yerga logotip yozdirmayapsiz. Bunaqada siz maqsadingizga erisha olmaysiz. Siz firmaning futbolka qilmoqchisiz firmangizga, lekin bu yerda logotip bo'lmagani uchun, oppoq bo'lgani uchun oddiy futbolka bo'lib qolyapti deb etish kerak bo'lgan, lekin etmabdi. Lekin biz o'zimiz nasos sotuvchi sifatida har doim mijozlarimizga aytamiz. Siz qanaqa joyga nasos solyapsiz deymiz. Qani bizga aytingchi, biz balkim sizga yaxshiroq variant taklif qilarmiz. Balkim siz o'ylaganchalik 10 metrlik nasos emas, balkim 5 metrlik nasos yetar. Balkim ikkitalik emas, bittalik nasos yetar. Balkim sizga ikkitalik qo'ysangiz yetmay qoladi, 3 talik qo'yish kerakdir deb maslahat beramiz. Biz har doim mijozimiz haqida qayg'uramiz, mijozimizning og'rig'ini o'rganamiz. Bizning mijozimiz ustalar bo'lsa, ustalarda qanaqa muammolar bo'lishi mumkinligini bilamiz deb, shunga yarasha harakat qilamiz, yordam berishga. Prosta aytilgan narsani biz berib yubormaymiz. Ertaga u noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Mana shu futbolka holatidagi maqsadga erisha olmay qolishimiz mumkin. Biz dress kod qilib futbolka kiyib yurmoqchi edik ishxonada bir xil qilib. Yo'q brend, bitta brend bor. Endi men aytmayman-ku, bu yerda yozilgan baribir deb aytib yurmayman-ku hammaga. Shuning uchun har doim og'rig'ini o'rganish kerak mijozlarni.